Voy. Assalomu alaykum. Sen nimalar qilib yuribsan? Senga erishish uchun men nimalar qilmadim? Uni atrofida o'ralashib bas qilasanmi yo'qmi? Pastroq gapiring. O'zingizni sal bosib oling. Men shunchaki u bilan ko'rishib qoldim, hech narsa qilganim yo'q. Bas yetar. Xudo haqqi to'yib ketdim. Bahonalaringdan, vaqt cho'zishlaringdan to'yib ketdim, Kumush. Hech narsa bo'lgani yo'q, siz vahima qilyapsiz. Nima? Hech narsa? Seni shu hech narsa deyotganing meni aqldan ozdiryapti, tushunyapsanmi? Sen uchun mana shu la'natli studiyani ham sotib oldim. Hammaga qarshi bordim, nima xohlaysan yana? Qo'limni qo'yib yuboring, og'riyapti. Men bilan sizdan so'raganim yo'q, tushundingizmi? Xo'p, nima kerak senga? O'shani unutishing va yonimda bo'lishing uchun nima kerak? Faqat meniki bo'lishing uchun nima qilay? Gapir. Yo senga bitta o'zim kamlik qilyapmanmi? Bo'ldi, qiling. Jonga tegib ketdi sababsiz rashklaringiz. Men sizni tanlaganim uchun shu yodaman. Uni yonida emas, bildingizmi? Jonga tegdi shu qiz. Aliga erishish qimmatga tushyapti. Nima qilsam ekan? Biri olov, biri suv, biri kuydiradi, biri cho'ktiradi. Kerakmidi o'zi bu bosh og'riqlar menga? Ortiq bunaqa davom etish mumkin emas. Kumush. Shuncha suv qayerdan desam, seni ko'z yoshing oqayotgan ekanda. Bu mehrsiz shaharni cho'ktirmoqchiman. Unga qo'shib meni hammi? Kerak bo'lsa seni ham. Buni iloji yo'q. Nimaga ekan? Chunki ko'zlaringga cho'kib bo'lganman. Hech kim kutmagandi. Ali, bugun juda ham boshqachasan. Chunki sen bugun yonimdasan. Sen dunyodagi eng yaxshi do'stsan. Faqat do'stmi? Ali? Ey! O'sha kungi kofedan hech kim kelyapti. O'sha yerga boraylik. Alo. Telegramingizga qarab oling.